Assalomu alaykum. Bugun 12 talik so'lsulga dasturxon bilan kilonka tiktiramiz. Ana necha pulga tushadi o'zi bizga? Aniqini paklari va narxlari bilan aytib o'tib ketamiz. Hozir jakarta material olamiz. Bunimizni metri 35 ming so'm ekan. Uzunligi 283 metrgacha bo'lar ekan. Bunimizdan 330 olamiz. Ya'ni ikkita dasturxon chiqadi. Hozir bunimiz 112 ming so'm bo'ladi. Biz uni tengarmi 56 ming so'mga nima bo'ladi? Tayyor bo'ladi bizga bitta dasturxonimiz. Hozir ketdi. Hozir undan keyingisi bu kurjavamizni uzunligi 9 metr bo'ladi. Eni 35 sm bo'ladi. Shuni biz 8,5 metr tekis holatda tikamiz. Ya'ni arzon varianti. Hozir undan keyingisi munchoq tikamiz. Kilonkamiz uchun bu munchoqlarimizni 15 ming 20 mingga sotishyapti ekan, bizda faqat 10 ming. Eng arzoni hisobladik. Hozir bu bo'ldi. 8,5 metr 85 ming so'm bo'ladi. Shundan keyin kilonka olamiz. Kilonkamiz 15 ming so'mdan 35 ming so'mgacha ekan. Biz 20 minglik ichcha o'rtacha olamiz oldik. Hozir unimiz shu 20 olamiz. Barchalarini sat premiumda kutib qolamiz.